Assalomu alaykum. Bugun qorin dam bo'lishi haqida gaplashamiz. Qorin dam bo'lishi bu o'zi aslida normal holat va u oziq-ovqatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin ayrim holatlarda bu xirurgik jarayonlar bilan bog'liq bo'lib qoladi. Misol, agar siz ko'proq dukkakli mahsulotlar, oqsilni ko'p miqdorda iste'mol qilsangiz, bu normal holat, ko'p gaz chiqishi. Lekin agar sizda xuddi shu gaz qorinda dam bo'lishi, qorin og'rig'i, qusish va diareya bilan birgalikda kechadigan bo'lsa, bu xavfli belgi hisoblanadi. Agar bu siydikdagi muammolar va qonli najas bilan birga kelayotgan bo'lsa, bu albatta qandaydir xirurgik holat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar sizda qorin og'rig'i bilan birga bo'lib gaz kelmayotgan bo'lsa, bu ichakning tutilib qolgan, buralib qolishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Uy sharoitida vaqtinchalik yengillash yordam berishi mumkin, lekin uni bartaraf etib, aniq tekshiruv qo'yib, kasalliklarni bartaraf etgan yaxshiroq hisoblanadi. Lekin shuni yana bir bor aytib o'taman, bu yegan mahsulot bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin baribir tekshirtirib qo'yishni tavsiya qilaman. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kim biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.